Bo'zchi bo'zga yolchimaydi deganlaridek, tikuvchilar qachon qarasangiz o'zlariga kiyim tikishga ulgurmay yurishadi. Bugun ana shu stereotipni buzgan holatda men o'zimga Vietnam sayohatida kiyish uchun abaya va sultanka tikmoqchiman. Hozirda trendda bo'lgan sultankani bichilib tikilish jarayonini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bitta sultanka uchun ikkita bo'y ketadi, ya'ni mana bu yerda biz oyna qonuniga moslab to'rt qavat qilib bitloda taxlab oldik. Biz lozim va shalvarlarning tayyor bo'yiga umumiy 5 sm qo'shamiz. Belining rezinka haqqi va etagining обработка haqqi shuni ichida. Og'ni hisoblash bizda bo'ks aylanasini 20 ga bo'lsangiz oldingi oq haqqi, o'ngga bo'lsangiz orqa oq haqqi kelib chiqadi. Demak, biz bo'ksani o'ngga bo'lamiz, yuzni o'ngga bo'lsak 10 sm oq uchun haqni ajratib olamiz. Oqgacha o'rta bo'ylilarda 33 sm tushamiz. Oldingi oq uchun 5 sm ni chiqib, shaklni plavniy qilib chizamiz. So'ngra buni etakgacha primoy tushamiz. Demak, mana bu tomonimiz buklovda, bu tomondan ustida turgan ikkita qavatni oldingi oq uchun kesib olamiz. Oldi oqdagi 90 gradus burchagimizni ostiga ham tushirib olamiz. Orqa oqni burchagidan 1,5 sm bisektrisa chiqamiz. Mana bu liniyadan 1 sm pastga tushib, quyidagicha plavniy shakl chizamiz. Oqdan etakgacha bo'lgan qismni qoq o'rtasidan tizza chiziqni belgilaymiz. Va kattaroq bo'lgan orqa og'imizni mana shu tizza chiziqda yedirib yuboramiz. Mana shu liniyaning qoq o'rtasidan sonni shaklini beramiz. Qolgan qismi etakgacha bir xil davom etadi. Chizganimizni kesamiz. Qorin hisobiga oldidan 2 sm ni orqa oq yuqorisiga qarata kesib olamiz. Birinchi bo'lib beldan og'gacha bo'lgan qismlar tikiladi, overlock qilinadi va bel qismi yaxlit qilib overlock qilinadi. Sultankamizni etak qismlarini overlock qilib rezinka o'tkazish uchun qayirib tikamiz. Bel qismini ham o'ziga mos balandroq rezinka bilan o'tkazish uchun qaytarib tikamiz. Sultanka lozimlari hadeb harakat qilganingizda tepaga ko'tarilib ketavermasligi uchun ularning etak qismlariga rezinka haqini oyoq razmeridan 3-4 sm kengroq qilib o'tkazishingiz kerak. Rezinka o'rtasini mustahkam chorb bilan yurgach, etakdan etakgacha tikamiz va overlock bilan ishni tugatamiz. Mana tayyor abayamiz va darslikdagi sultankamiz. Bilasizmi, o'zi aslida boshlang'ich tikuvchilar uchun ortiqcha reklamaga pulim yo'q deb asossiz siqilib o'tirish hech ham yaramaydi. Tikuvchilar aslida o'zlari uchun takrorlanmas va ajralib turadigan fasonlarni tikib kiyib yursalar, mijozlar oqimi o'zlari kelishni boshlaydi. Yangicha fasonlarni kuzatib va o'rganib borish uchun profilimizga obuna bo'ling.